Assalamu alaikum, урматтуу Салам Медиа YouTube каналынын катталуучулары. Бүгүн 2-октябрь, күнгө ишемби. Биз сиздер менен кайрадан эле Баткен шаарынын мал базарынан кезигишип турабыз. Бүгүн да сиздерге Баткен шаарынын мал базарындагы бааларын билип бермекчимин. Сиздер менен мен Тайырбек Исманалиев болом. Андыктан бизден алыстабай, биз менен чогуу бирге болуп туруңуздар. Assalamu alaikum. Koyar sizden mi? Kaç son bol odat? 9.000, 8.500 bol. 9.000, 8.500. Kança sıra otasız özünüz? Kimisiga kança? 0.9 bol. Kalganını 8.5'dan berbedim. Kançası? Bunlar Qoçqor okşayt ha? Bardığı bu? Bardığı soluk. 8.500, 9.000 sonundan. Bunake. Alçılar bolsa alıp ketseňizler bolat kelip. Qozular qancha bolat atdı? 5.5'dan. 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 Surada o 5.5? 5.5'dan bergen jokmuz. Qancha deb surab atasız? 6'dan ötüp bereriz dep turabız. Belki jazdagı qozular da Aprelde. Erkek burgaçı? Erkek burgaçı. İki öten ha? İki öten Qoçqor. 5.500 kirdi bazarga. 6.000'den içine ötüp bereriz dep atat. Bunake 8.500'den 9.000'den soluklar. Etleri жақшы. Etleri жақшы. 8.500, 9.000'den berilbedi. Uşul siyaktуулары эле жаңы эле сатылыптыр. Okey. Көріңіздер. Assalamu alaikum. Qo'ylar qancha bo'ladi aka? Assalom. Qo'ylar bor. Aha. Qo'ylar 5.000 lik qo'ylar bor, 6.000 lik qo'ylar bor, 15.000 lik bor. 5.000 lik. O'sha jonib kuyib turgan qo'yingiz qancha? 13.600 bo'ldi. 13.600. Qancha sira otasiz o'zingiz? Menmi? Men 14 ga kelsa beraveram. 14 ga beraverasiz. So'liga? So'liq. Жаман тунук экен свет. Ого, жүнү дагы башкача. Багылганда. Пародабы, жайдары элеби? Өз үткөн нукра, жайдары. Нукра жайдары. Арашын гитар эмес. Тунук жайдары, солук. Жакшы экен. Жаш эле окшойт а? Козудан эле. Биtta тууган. Жаш. Караңыздарчы. Тойбап, союш да. Тойбап. Assalamu alaikum. Qo'chqor qancha bo'lib o'tadi? Bo'ladekmi? Qancha sira otasiz? 30 kam bordi to'g'ri. Qancha? 30 kam bordi to'g'ri. 30 kami bor. Bozordan oldi Qo'chqori. Noqtoluu Qo'chqor. 30 kami bor deb turadi. Biroq bozor boqilalik.
Qancha bo'ladi aka bu? 17 bo'ladi. 17. O'zingiz qancha so'rayapsiz? Ozmoz bordi. Ozmoz bor. 17 mingga kirdi. Qo'zi ham. Eti yaxshi ekan. Sizniki qancha oldi aka? 9. Ochiq bor. 9 ming bo'ldi. Alqonsi 17 ming. Qo'zi. Qancha bu? Assalomu alaykum. Qancha oldi? 62. Men direksiyalarni berib qo'ying dedi. Meniki non. Shuni o'ralib turadi. Tagida. 62 ming bo'ldi. 62 mingga berib berdingiz. Ha, erkak bolasi. Qancha so'rayapsiz o'zingiz? 65. 65. Aka. Bolasi erkak. O'zi qancha yoshda? Qancha bolasi? Ikkinchi bolasi. O'sha juvnagi. Aka. 62 mingga berilmadi. 65 so'rayapti. 75 sotdi. 70 ming qancha? 75 sotdi. 70 ming 500. Satıldı уже. 70 ming 500. Terimlerin görünüzü. Bunun balası da erkek eken. Ming 500. 62 mingga beriladi. Assalomu alaykum. Qancha bo'ladi? 50 ming bo'ldi. 50 ming. Bermediniz 50 ming. Qancha so'radingiz? 55 kami var da so'radingiz, ha? O'rtaga tushgan odam bor. 50 mingga beriladi. 55 ming kami var deb so'rab turadi. Balasi erkakmi? Bunajin. Balasi bunajin. Okey, shunday. Var, jo'sh. 50. Juda jo'sh. Assalomu alaykum. Murat qancha oldi? 69 bo'ldi. Qanchasini otasizlar? 75. Test qo'yadi. Ko'p pasha kerak emas. Okey. To'g'onlar. 69 bo'ldi. Balasi erkak. Kelinleri yaxshi. O'zi 3-balasi. Bizning keyingi balali uyimiz 70 ming kami var deb turadi. 58 mingga bosar boqilgan. 58 mingga boqilib, biroq berilgan emas. O'zi 4-chi, 5-chi balasi ekan. O'zi bundağı boğaz ekan. To'y turgan. 70 kami var. 58 mingga berilib ekan. Jo'sh.
Assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Qancha so'm bo'ldi bular? 41'den 38'den oldu. Bu 41 bo'ldi, narx 38. 38 oldu. 38. Ekoy teng balalı. Balalı. O'zingiz qancha so'rayapsiz? Özüm 45'ten sonra oldu. 45 dan ekoyga teng. Narxisi nega arzonroq bo'lib qoldi? Balası çoğuraya. 45 dan so'ralib o'tadi. 38 41 bo'ldi narxi sarisi. Ekoyning teng balasi bor. Bunda o'zlariga o'xshagan. Baldari qanday? Erkak urg'achi? Urg'achi. Ekoy teng, ha? Ekoy teng urg'achi ekan baldari. 45 dan alam deganlar, olib ketingizlar. 90 mingga 4 uylu bo'lib qolasizlar. Bular qancha so'mdan? Ha? 400. Ördök, ha? Bular kimniki? Qancha so'm? Fazla. 3,5 mingdan, ha? Bu erkek urg'achisi. Qaysingiz erkagi? Oq erkak. Oqi bu. 3,5 mingdan. Salom media. Xo'roz kimdan xo'roz? 3 ming. 3 ming so'mdan. Qancha so'mdan bo'ladi? 400 so'mdan. Bular-chi? Bular 500. Bular jashili cho'jalarmi? Yo'q. O'g'li? Qachongi tovuqlar bular? 1 yaşda. 1 yaş oldu da. Kuyu? Точно. 400'den 500'den. Bunisi 500. Bunun qancha bo'ladi? Xo'rozmi? Xo'rozmi bu? Qancha so'm sotasan? 450. 450. Belki mana bundan olsan. Hey. 450 so'm. Ve işte çocuğa da aldı adam. 450 so'm ekan. Xo'roz. Qancha so'm bo'ladi? Qancha? 80'den. Option o zaman 550 görüm. 180'dan. Qo'yinglar. 500. Senikichi? Neki? No 400 bu 500. Bunisi 400. Bunisi 500, ha? Bu erkek urg'achi bu bular. No urg'achim no erkek. No bo'g'izdan. Qana buni ko'raychi. Bular kichkina erkaklar ekan. Chekaraga chiqdi. Мына ушундай көрүүчүлөр Баткен шаарынын мал базарында ушундай баалар, ушундай көрүнүш. Албетте өзүңүздө кандайдыр бир ой пикирлер же болбосо сунуштар
же жөн гана бир каалоо тилектериңиздер болсо, сөзсүз түрдө комментарийден күтүп калабыз. Бизден алыстабай туруңуздар. Эмки жумада кезигишкенче сиздер менен мен Кайырбек Исманалиев болдум.